Klaviatura, protsessori bu yoqda buzilgan. Buni yechib olib tashladikda o'rniga Arduino Micro Pro qo'ydik va bunga hozir programma yukladik kompyuterimizda. Hammasi qanaqa ishlashi kerak, up, down, shular hammasi yozib chiqilgan bu yoqqa. F9, F10, 1, 2 tugmalari hammasi. Mana 1, 2 bu yoqda raqamlar joylashgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu yoqda ular bor mana. Hammasini kodlab yozib chiqdik. Bu yoqda hozir OK deb bossam, mana bu yoqda OK. Yig'ganimdan keyin alohida ko'rsataman. OK deb bossak, bu yoqqa o'tadi mana. Bu yoqdan 155 yozamiz. Bu yoqqa 155 yoziladi. Ya'ni bunga bizni Arduino'miz joylashdi. Bu karta orqali qanday ulangan? Arduino'dan USB kabel orqali chiqyapti. USB kabelimiz shlefga aylanyapti. Shlefdan bu yoqda USB port bor. USB port USB yozilgan bu yoqqa mana. Bunga USB sifatida oddiy klaviatura sifatida ulanyapti bu. Faqat programmasi bunga moslashgan. Hozir bu yoqda tekshirib ko'rsataman men buni taqib hammasini yozayotganini.